krediti borlar uchun yangilikda zo'ri, bank xodimlari uchun esa unday deya olmayman. Endi krediti bor fuqarolarning plastik kartasidan kredit uchun pul yechib olinayotganda kartada 1.236.000 so'm, ya'ni 3 BXM pul qoladi. Undan ziyodisi yechiladi, lekin 1.236.000 so'm o'sha fuqarolarni, krediti bor fuqarolarni o'zini shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatish uchun qoladi. Bu narsa haqida Markaziy bank tomonidan hozircha hech narsa deyilgani yo'q, lekin TBC bank o'zini ilovasi orqali push xabar yuborib, hamma mijozlariga shu ma'lumotni yetkazgan. Bundan tashqari, Uzcard sistemasi ham o'zini plastik kartalaridan endi 1.236.000 so'mdan ziyod summani yechilmasligini aytib o'tgan. Lekin menimcha bu narsa hozir nafaqat Uzcard, balki Humo kartalarida ham amalga oshmoqda, ya'ni 3 BXM summa yechilmaydi. Ya'ni 1,5 million so'm pulingiz bo'ladigan bo'lsa, 1.236.000 so'mni holatda 200 necha mingdir summani bank yechadi. Qolgani o'zingiz uchun qoladi. Xabarni maksimal tarqatinglar, sababi ba'zi birovlarga kafil bo'lib pul to'lab yurganlar bor, yoki bo'lmasa pul tushgandan uni birdan boshqa kartaga o'tkazib qo'yadiganlar bor. Endi bemalol xavotir olishmasa ham bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqa banklar to'g'risida eng zo'r yangiliklarni berib turaman. Sog' bo'linglar.